Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Kuningiz yaxshi o'tdimi? Kechki ovqatni yedingizmi? Oyijoningizni xafa qilmadingizmi? Endi men bugun sizlarga jirafa va sichqon haqida ajoyib ertak aytib beraman. Demak, quloq solamiz. Qadim zamonda barcha jonivorlar ahil yashaydigan bir shahar bo'lgan ekan. O'sha shaharda yashaydigan Tiki ismli jirafa bekorchilikdan anchadan beri ish qidirayotgan ekan. Tiki aslida hamma ishni qilishni eplay olmas, sababi ba'zi ishlarni qilish uchun uning bo'yi juda uzunlik qilar edi. U mikroavtobus haydovchisi bo'lishni juda xohlar edi. Bir kuni u bu istagini sinab ko'ribdi. Lekin haydovchi o'rindig'iga o'tirganida bo'ynini qornigacha qayirib egishiga to'g'ri kelibdi. Bunday bo'y bilan u aslo haydovchilik qila olmasdi. Yo'lda ketar ekan hech qayerni ko'ra olmasa, haydovchilik qilishi mumkinmi? Bo'yni uzun bo'lish juda yomon ekan deb xo'rsinibdi u. Tiki yana ish qidirishda davom etibdi. Yo'lda ketayotib, top-toza va chiroyli uyni ko'rib qolibdi. Sichqonchi Mushi kichkina narvonga chiqib, qo'lida bo'yoq idishi bilan devorlarni bo'yayotgan ekan. Jirafa sichqonning oldiga kelib, "Salom do'stim sichqonvoy, qo'llaring dard ko'rmasin" debdi. Sichqonchi Mushi o'girilib qarab shunday debdi: "Salom Tiki, rahmat." Tiki: "Devorlarni naqadar chiroyli zangori rangga bo'yabsan. Tomni ham zangoriga bo'yamoqchimisan?" deb so'rabdi. Mushi qo'lidagi bo'yoq qutisini yerga qo'yib, "Yo'q, tom oq bo'lishi kerak. Janob Xo'roz shuni xohladi. Bu yer Janob Xo'roz va Tovuq xonimning uyi. Uyni ular uchun bo'yayapman. Lekin bu narvon juda kichkina. Ustiga ustak bundan uzuni ham yo'q. To'g'risi nima qilishni ham bilmayman" deb javob beribdi. Tiki biroz o'ylanib, "Xohlasang, senga yordam beraman. Uyni birgalikda bo'yashimiz mumkin" debdi va so'ng bo'ynini pastga cho'zibdi. Mushi esa Tikining bo'yniga o'tirib shunday debdi: "Endi sen bo'yoq idishini og'zingda ushlab tur. Men esa tomni bo'yayman." Shu zaylda ular tomni bo'yashni boshlabdilar. Devor va tomni osongina bo'yab olishibdi. Kun oxirida Janob Xo'roz va Tovuq xonim uyni ko'rishga kelishibdi. Tovuq xonim eshik va devorlarga qarab, "Uyni juda toza va chiroyli bo'yabsiz. Bundan tashqari ishingizni ham tez tugatibsiz. Men esa bu oqshom boshqa do'stimning uyida qolamiz deb o'ylagan edim" debdi. Xo'roz bilan Tovuq ularning ishlaridan juda mamnun bo'lganligi uchun yaxshigina maosh berishibdi. Tikiga ham bu ish yoqib qolibdi. U sichqonchaga qarab kulib shunday debdi: "Hozirgacha eng yaxshi ish haydovchilik deb o'ylagan ekanman. Lekin endi tushundimki, uylarni bo'yash haydovchilikdan ham yaxshi ekan." Mushi ham jilmayib, "Haqiqatan ham shunday deb o'ylaysanmi?" deb so'rabdi. Tiki: "Ha, bu juda zavqli ish ekan" deb javob beribdi. "Unday bo'lsa, men bilan birga ishlashga tayyormisan? Sendan yaxshi bo'yoqchi chiqadi" deb qo'lini jirafaga uzatibdi. Mushi: "Roziman. Sen ham juda yaxshi do'stsan" debdi Tiki ham qo'lini u tomon cho'zib. Ikkisi qo'l siqishar ekan. "Bo'yning uzun bo'lganligi qanchalar yaxshi" debdi Mushi. Bu suhbatdan so'ng bir taxta topib, ustiga quyidagi yozuvni yozibdilar: "Tiki bilan Mushi uyingizni bo'yab berishadi." Keyin taxtani Tikining bo'yniga osib, shahar bo'ylab yura boshlashibdi. Shu kunlarda Tiki bilan Mushi shunchalik bandki, boshlarini qashlashga ham vaqtlari yo'q.